Assalomu alaykum do'stlar. Zaif mashinalarni buzib kirish bo'yicha 3-darsga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan, ya'ni avvalgilardan ko'ra qiyinroq bo'lgan mashinani ko'rib chiqamiz. Ya'ni bizda Woolnix sayti bor-da, ya'ni Woolnix sayti. O'sha Woolnix saytidagi hop QB mashinasini ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Hop, bu yerga o'tganlarda, 3-dan mana QB mashinasi chiqadi. Linux operatsion tizimi uchun mo'ljallangan va qiyinlik darajasi medium. Hop, qani ishlab ko'ramiz buni. Bu yerdan view qilasiz. View qilganingizda bizga mana download, ya'ni yuklab olish uchun tayyor VM beradi. Hop. Bizda kodini kiritamiz, ya'ni 9M24H. Submit qilamiz. Va bizda bu yerda hozir yuklash uchun fayl beradi mana. Ya'ni download qiladigan bo'lsak 1.4 gigabayt ekan. Hop, buni ya'ni yana qaytadan yuklashim shart emas, chunki men avvaldan yuklab buni o'rnatib olganman. Shuning uchun hop to'xtatib qo'ysak bo'ladi. Cancel qilamiz. Sizlar ham xuddi shunaqa holatda o'zingizlarga bemalol mashinalarni yuklab olishingiz mumkin. Bu 1.4 gigabayt ekan. Buni o'rnatishni, ya'ni bundan oldingi darslarda ham ko'rsatganman va bu yerda qaranglar. Nimalarni biz ko'rib chiqamiz? Grafanani ko'rib chiqar ekanmiz. CV 2021 43708, ya'ni 2021-yilgi zaifligi bor ekan. Past traversal zaifligi bor ekan. Katta ehtimol bu past traversal Grafanada. Chunki Grafanani shu 2021-yilgi versiyasida past traversal zaifligi aniqlangan. Redis bu ham baza, ya'ni bazalarni ko'rar ekanmiz. Gitea bu ham qanaqadir muhit, GitHubga o'xshagan muhit. 2023-yilgi zaiflik va Game Overlay degan zaiflik. Mana shularni ya'ni biz ko'rib chiqar ekanmiz bugungi laboratoriya orqali. Xo'p, demak buni yuklab olganimizdan keyin bizda mana tayyor holatda hozir mashina ishlab turibdi. Mashinani ishga tushirganman va bu yerda menga IP berilgan. 197.240 ekan oxiri. Yoki buni o'sha doimgidaqa aniqlab olsak bo'ladi. Masalan, sudo netdiscover komandasi orqali birinchi routerdan IPsini bilib olaylik-da. root-n komandasi bilan hop, bu yerda sudo netdiscover qilaman. Va bu yerda /24 qilib enterni bosadigan bo'lsak, bizdan parol so'raydi. Parolni kiritamiz. Hop, bizda mana mashinani IPsi chiqdi. Ya'ni oxiri 240 ekan. Demak, bu bilan bir xil. Mana bu yerda bizda yurgizilgan mashina bilan bir xil IP ni topdik. Endi CURL orqali qani tekshirib ko'ramiz. Orqasida qanaqadir veb sahifa ishlayaptimi? Veb sahifa ishlayapti, lekin e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda 301 moved permanently deyapti. Ya'ni vaqtinchalik, vaqtinchalik emas, doimiy ko'chirilgan bu moved permanently. Ya'ni bu degani sayt ishlayapti, lekin bu IP orqali ishlamayotgan bo'lish ehtimoli juda ham yuqori. Tekshirib ko'ramiz qani buni. Xo'p, kela bungacha headerlarni ko'rib turaylik. Minus katta i bilan headerni ko'ramiz. Bu yerda ham 301 chiqaryapti. Server nginx ekan. Xo'p, yaxshi. Bu yerga IP manzilni kiritaman. Advanced qilamiz. Accept and risk qilib kiradigan bo'lsak, bizda mana, ya'ni sayt ochildi. Hop, yaxshi, sayt ochildi. Lekin kelar mana shu yerda ba'zan mashinalarda shunaqa xatolik chiqadi. Siz IP ni kiritganingizda hech qanaqa sayt ochilmay tura oladi. Sayt ochilmaydi. Shuning uchun bunga nom berib olsak bo'ladi. Masalan, sudo nano bilan hop, bizda rootning ichida atc va hosts degan fayl bor. Mana shu hostsni ochamizda mana shu yerga saytning IPsini kiritaman va qb masalan .nih nomini berib qo'yamiz. Ko'proq o'sha mana Woolnixdagi saytlarning oxirida shunga o'xshagan, ya'ni nix nomi, ya'ni bo'ladi. Saqlab chiqib ketaman buni. Yo'q, xato ketdi bizda. O'chiramiz. Bo'ldi. Endi bu yerga o'tamanda IP da o'rniga http masalan qb.nih qilib enterni bosadigan bo'lsak, bizda hop
disklarni qabul qilaman va mana bu yerda qb.net sayti orqali bizda ishga tushdi. Zo'r bu ham. Endi kelib mana shu yerda saytda tekshirib ko'ramiz Nmap orqali qanaqa ochiq portlari bor. Nmap bilan tekshiraman. Xo'p, IP'sini kiritsak ham bo'ladi bu yerga. IP'si bilan -cv qilaman va -cs qilamiz va xo'p yana nima? Shu yerda -p komandasini qo'yadigan bo'lsak, bu bizga jami 65 mingta port tekshirib beradi. Ya'ni sizda internet orqali ishlayotganingizda 65 mingta port sizni har bitta qilayotgan ishingizga javob beradi. Ya'ni biz tarmoq orqali mana shu portlarni hammasini tekshirish uchun, ya'ni qaysilari ochiq, qaysilari yopiq tekshirish uchun bizda -p komandasi bor. Va mana shu yerda -t4 qiladigan bo'lsak, bu bizga yana ham tezroq so'rov jo'natadi va min rate komandasi bilan barobar 4000 qilamiz. Va firewalllar bloklamaslik uchun, ya'ni katta ehtimol bloklamaydi ham, buni yozmasak ham bo'ladi. Xo'p, oni ham qo'shib qo'yaylik. Ya'ni bu operatsion tizim haqida bizga batafsil ma'lumotlarni chiqarib beradi. Xo'p, ko'ramiz qanaqa natijani bizga chiqarar ekan, qaysi portlari ochiq va qaysi servislar qanaqa versiyada ishlab turibdi, aniqlasak bo'ladi. Nimaga men -p yozdim? Chunki bizda bu yerda boshida mashinani ishlashdan oldin bitta view qilib QB'ga kirgan paytimizda Grafana ishlab turganini yoki Redis ishlab turganini ko'rgandik. Bular Grafana, Redislar qo'shimcha port talab qiladi. O'shuning uchun 3000, qanaqadir 5000 portlarda, 9000, 8000 portlarda servislar ishlab turgan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga men, ya'ni bir vaqtni o'zida ham 65 mingta portni tekshirish so'rovini jo'natdim. Ya'ni mashinani shartiga qarab turib. Hop. 77% bo'ldi. Demak, ozgina kutamiz. 100% bo'lishini. Xo'p, biz bitta flaglarni ko'p kiritganimiz uchun bizga natija qaytish ham sekin bo'lyapti. Ya'ni Nmap shunaqaki, aktiv skanner qilgani uchun qancha ko'p flag kiritadigan bo'lsangiz, ya'ni shuncha ko'p javob qaytish vaqti sekinlashadi. Masalan, CV-larni yoki CS-larni -p bu 65 mingta portga har bittasiga so'rov jo'natadi. Ya'ni so'rovlardan qaytgan javoblar orqali ochiq portlarni, yopiq portlarni yoki filtrlangan portlarni bizga ajratib chiqarib beradi. Operatsion tizimlar qanaqaligini aniqlaydi orada. O'shuning uchun bizda natija chiqishi sekin bo'lyapti. Xo'p, bu natija chiqqunigacha yangi sahifa ochamanda buni nmap deb qo'yamiz. Va bunga o'tib turib, xo'p, bunda masalan faz deyman. Ya'ni fazni qilib turamiz. Bu yerda eng sodda komanda ishlataman. Masalan, dirb komandasi orqali qanaqa, misol uchun, qo'shimcha pezlari bor. Ishlatib ko'ramiz. Masalan, http :// dan keyin saytning IP'sini kiritaman. Xo'p, bu yerda hech qanaqa ma'lumot topilmadi yoki hozirgi qb.nyh ni kiritib ko'ramiz. Yo'q. Bunda ham bizda hech qanaqa ma'lumot chiqarib bermadi. Xo'p, endi demak bunda pez bo'lmasligi mumkin. Endi nima qilamiz? Xo'p, masalan Xo'p. Fafni o'zi bilan kirib ko'rsak ham bo'ladi. Xo'p. Yoki Asset Finder bilan ham yo'q. Kelar, bizda bu yerda hech qanaqa natija chiqmadi. Shuning uchun bu yerda Nikto komandasi orqali ham http :// qilamanda. Xo'p, masalan qb.nyh deb so'rov jo'natamiz. Ya'ni bu ham bizga tizimdagi zaifliklarni topib beradi. Faqat bu yerda adashdik. -url bo'lishi kerak edi. Nmap o'tamiz. Hali ham natija chiqmadi bizda. 99% bo'libdi. Xo'p, 99% bo'ldi. Endi nima qilamiz? Xo'p, bu yerda 99% bo'ldi. Endi nima qilamiz? Xo'p, masalan qb.nyh deb so'rov jo'natamiz. Ya'ni bu ham bizga tizimdagi zaifliklarni topib beradi. Faqat bu yerda adashdik. -url bo'lishi kerak edi. Nmap o'tamiz. Hali ham natija chiqmadi bizda. 99% bo'libdi.
Yana bu yerda xavfsizlik headerlari unutib qoldiryapti, ya'ni X content type'lar, permission policy, referral policy'larni tushib qoldirgan deb aytib ketyapti. Chunki hozir bizda ishlayotgan asosiy domenimiz, ya'ni HTTP da ishlaganligi uchun, ya'ni xavfsizliklar umuman sozlanmagan, ya'ni xavfsizlik protokollari yo'q. Hop. Bu yerda aytyapti, bizga 3000-portga tashrif buyurish kerakligini aytyapti. Kirishimiz kerakligini. Hop, 3000-port demak katta ehtimol ishlab turibdi tizimda. Hop, qani hozir nmap orqali ham ko'ramiz. Mana bizda nmap natijani chiqarib berdi. Hop, ko'raman bu yerda qaysi portlar ochiqligini. Hop, mana bizga juda ko'p ma'lumot chiqarib berdi. 22-port ochiq ekan. Hop. 1 minut muammo chiqdi bizda. Hop, hozir shu muammoni to'g'rilab olay. Hop, muammoni to'g'riladim. Yana qaytadan mana nmapning natijasini chiqardim. Ya'ni siz virtual muhit holatida kalian ishlatayotganingizda ba'zan masalan uni ishga ekrandan tashqariga nimadir holatda chiqib ketib qolsa, shunaqa xatolik beraveradi. Ya'ni kali ishlamay qoladi shunaqa holatlarda. Endi qaranglar, mana shu yerda tepaga chiqaman va bizda aytyapti, mana 22-port ochiq ekan, 80-port ochiq ekan, 443-port ochiq ekan, 6379 9090-portlar ochiq ekan. Va 6379-port qaysi? Hop, bu yerda 6379 o'sha aytyaptiki Redis deyapti, ya'ni Redis ishlab turibdi deyapti. 9090 HTTP ekan. HTTP bu yerda Golang, ya'ni Go dasturlash tilida qanaqadir server ko'tarilgan ekan, o'sha ishlayapti. Bu bilmadim, katta ehtimol Grafana bo'lishi mumkin. Hop, keyingisi yana nimalar bor ekan bu yerda? Hop, bu yerda adashmasam HTTP kod. Hop, HTTP kod bor ekan bu yerda. Mana bu yerda HTTP ni versiyalari turibdi. Content links, bu header ekan bu. Katta ehtimol tizimda header qismi. Buning ichida menimcha kerakli ma'lumotlar ham yo'q. Hop, bizga hozircha shu kerak bo'ladi. 80-port уже bizda ishlab turibdi. Hozir bu yerdan qaytadan saytga kiradigan bo'lsam, hop, bu yerga o'tamiz. Mana buni copy qilaman va mana qb.df ishlab turibdi, ya'ni 80-portda va bizda hozir bu yerda parallel holatda 6379 va 9090 portlar ishlayapti ekan. Qani yozib ko'ramiz buni. 9090 da nima ishlayapti? Hop, xato ketdi. Demak, buni ham qo'shishimiz kerak ekan. Qani mana uni HTTPS ni HTTP qilaylik-da. Node export chiqyapti. Mana node exporter matrix degan bo'lim chiqyapti. Hop, bu yerda qanaqadir log backend tomonidan qanaqadir memorylar turibdi. Bu yerda xotiralarni boshqaradigan bu yerda log fayl bo'lishi mumkin bu. Hop, yaxshi. Endi keyingisida 6379. Bunda nima ishlayapti? 6379 da Redis ishlayotganda, Redisga katta ehtimol biz bu yerdan ulana olmasak kerak. Yo'q, ulana olmas ekanmiz. Hop. Boshqa portlar bizga chiqarib bermadi. Kelar subdomen qidirib ko'ramiz. Subdomen chiqqunigacha boshqa yo'llarni ham qidirib turamiz. Hop, qaytadan saytga. Hop, bu yerda 3000-port qani yozib ko'raylik, nima ochilar ekan. 2.3000. Yo'q, bu yerda ishlamas ekan 3000-port. Yoki buni o'rniga IP manzil kiritishimiz kerak. Yoki mana bu doim HTTPS bo'lib qolyapti. Mana HTTP da saytni o'zi ochilar ekan. Ya'ni oddiy QB sayti. Bu yerda register qilsak bo'lar ekan, sign in qilsak bo'lar ekan.
Registr qilish uchun username, emaillar kiritsak bo'ladi. Xo'p, qani ro'yxatni o'tib ko'ramiz. Masalan, username kiritaman. Qani tizimchada nimalar bor? Elektron pochtaga a.gmail.com password registr qilamiz. Mana akkaunt yaratildi. Demak, bizda hozir bu yerda hech qanaqa ma'lumot mavjud emas. Organization repository. Repository bo'ladigan bo'lsa, bu katta ehtimol GitHubni qanaqadir bir alternativ variant ekan. Repositoryni joylashsa bo'ladi bu yerda. Mana sourcelar, qanaqadir manbalar turibdi. Demak, bu biz akkaunt. Bu yerda deyarli men akkauntimda hech qanaqa ma'lumot yo'q. Fayl yuklash imkoni bormikan bu yerda? Git admin bor ekan bu yerda. Git adminda Nexus platform 2 oy oldin joylangan. Xo'p. Bu yerga fayl yuklab bo'lmas ekan menimcha. Yoki battan qo'sharmikin. New repository qilaman. Repository name, description, template. Yo'q, bizga fayl yuklaydigan joy kerak. Profilga o'tamiz. Package. Yo'q, demak bu yerda hozircha bizda kerakli ma'lumot mavjud emas ekan. Xo'p, endi qani subdomainlarni qidirib ko'raylik. Bizda subdomainda nimalar bor? Ko'ramiz. Bu yerda yana bitta qaytadan nmap so'rov jo'natib ko'raylik-da, bizga yana ham ko'proq ma'lumot chiqarib bersin. Minus ishlatganmiz. Xo'p, minus T5 emas, T4 qilaylik shuni. Xo'p, T4 qildim. Xo'p, yana nima qilsak bo'ladi bunga? Minus A qilaylik. Har bitta port haqida batafsil ma'lumotlarni bizga chiqarib bersin. Buni 5000 qilamiz. Qaytadan so'rov jo'natadi. Xo'p. Bu chiqqunigacha yangi terminal ochaman-da. Bu yerda biz FAF orqali ma'lumot qidirishni amalga oshiramiz. -u bilan http qb.nyx qilamanda. Xo'p. Shunga so'rov jo'nat va -w bilan wordlist kiritamiz. Wordlistni qayerdan olaman? User share wordlistning ichida menda seglists bor. Seglistsni ichida hop discovery bo'limida DNS bor. DNS ichida subdomain bor. Mana subdomainlar. Hop, mana 110 mingtalikdan foydalanamiz. Subdomain va mana shu yerga minus katta H bilan header kiritsak bo'ladi. Ya'ni header orqali fazing qanaqa amalga oshirishini aytib ketamiz. Host. Hop, 2 nuqta qilamanda, yana terminalni kichraytiramiz. Hop, mana shu yerga sayt kiritaman. Masalan, deylik, boshda faz bo'ladi. Nuqta masalan mana bu qb.nyx saytiga hujum amalga oshirasan. Ya'ni bu fazda o'rnida mana bu yerdagi subdomainlarni bitta-bitta joylab chiqadi. Enterni bosamiz. Hop. Buni filtrlaymiz ekan. Bizga kerak faqatgina minus filtrlar nimasi bo'yicha, status kodlari bo'yicha. Masalan, deylik, status kodlari
200 bo'lgani chiqar. Sayzi bo'yicha filtrlar ekanmiz, status kodi bo'yicha emas. Hop, sayzi bo'yicha 178. Mana endi bizga hech qanaqa bu yerdagi sayzi 178 bo'lganlar ma'lumotlari chiqmaydi yoki FS emas, F va W qiladigan bo'lsak, Word bo'yicha filtrlaydi. Xo'p, demak biz hozir hech qanaqa subdomen topib bermadi. Xo'p. Demak, qo'shimcha pejlar yo'q. Redis ishlab turibdi, lekin Redisga uchun ham bizga katta ehtimol login kerak bo'ladi. Tizimda o'zini ishlashimiz kerak ekan. Demak, tizimda o'zi bilan bittadan log out qilib chiqib ketsam. Hop. Demak, storage bo'limiga yetalgan bo'lsak, GTA session saqlanib qolibdi bu yerda. Session storage ham shunaqa hech qanday ma'lumot mavjud emas. Bu yerda-chi? Qanaqa JavaScriptning 1.18-versiyasi mavjud ekan bu yerda. Xo'p, demak bizda hozirchalikka bu yerda kerakli ma'lumotlar yo'q. Hop, endnote natijasi chiqishiga qarab turib, keyingisida ko'ramiz. Hop, chiqdi. Keyingisidan ko'proq chiqdi. Hop, demak, qaranglar bu yerda yana o'sha mana 3000-portni chiqardi. 3000-port. 3001 ham chiqdi mana. Grafana bor ekan mana. Bizda bundan oldin laboratoriyaning shaftida aytgandi, Grafana bor deb, lekin bundan oldingi Nmapda Grafanani bizga chiqarib bermagandi. Xo'p, va qaranglar bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, 3000-portda, ya'ni 3000-portda hozir bizda mana sayt ishlab turibdi. Bu yerda Base64 formatda qanaqadir kod berilgan. Mana. Okey, qani buni Base64da dekod qilishga harakat qilib ko'ramiz. Bizga mana verguldan keyingisi kerak. Buni olaman-da. Ctrl C emas, Ctrl Shift C. Okey, bu yerdan o'taman-da. Base64 decode qilaman. Name QB source control IP. Demak, IP manzillari oddiy shifrlangan holatda ekan. Demak, hozircha bu bizga unchalik muhim ma'lumot emas. Keyin mana shu yerda bizda Grafana ishlab turibdi ekan 3001-portda. Qani Grafanaga o'tamiz. Xo'p, nimaga bu doim HTTPS ga o'tib qolyapti? Okey, mana bizda Grafana ochildi. Betaligida ro'yxat o'tgandagi login parollar saqlanyapti. Mana Grafanani elektron pochtasi va paroli. Demak, bizda hozir bu yerda Grafananing hech qanaqa loginini ham parolini ham bilmaymiz. Xo'p, buni zaifligi bor. Path traversal zaifligi. O'sha zaiflik orqali biz to'g'ridan-to'g'ri tizimga buzib kirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yangi sahifa ochaman va bu yerda nima qilamiz? Qidiramiz. Search o'tgan darsdagilarga o'xshab search exploit qilaman-da. Xo'p, qani qidiramiz? Search exploit Grafana deb oddiy. Grafanani men qanaqa versiyalarligini ham bilmayman. Xo'p, qani bu yerda versiyalari keltirilganmikan? Bitta aytyaptiki, password field present on an insecure, ya'ni parol
filtrlari hozirda xavfsiz emas deyapti. Bu xavfsizlik foydalanuvchiga ruxsat beradi. Login credentiallarini o'g'irlanishi mumkin deb aytyapti. Xo'p, demak, xavfsizligi yaxshi emas. Xo'p, endi Grafanani mana qiladigan bo'lsak, denial of service, ya'ni DOS ataka qilish mumkin ekan. Bizga kerak emas bu. Directory traversal and arbitrary file read yoki HTML injection. Bizda asosan directory traversal yoki path traversal, arbitrary read fayllarni o'qish shu zaiflikdan foydalanamiz, ya'ni Python kod ekan. Buni kelib o'zimizga yuklab olamiz. Xo'p. Demak, hozir Grafanani 8.0 versiyasida ishlar ekan bu. Tavakkal ishlatib ko'ramiz. Source exploit qilaman-da. Xo'p, -m argument orqali mana bu Python kodni yuklab olaman. Xo'p. ls qiladigan bo'lsak, bizda mana Python kod yuklandi. Xo'p, endi buni ishga tushirishimiz kerak. Xo'p, Python 3 bizda mana bu Python kodni ishga tushiramiz va minus help qilaman, ya'ni qanaqa qilib buni ishga tushirsak bo'ladi. H bilan, katta H bilan host keltirar ekanman. -h http masalan / qilamizda. Bu yerga qb.nih 2 nuqta qilamiz. 3001-portda. Hop. Read file. Port kiritishimiz kerak emasmikan bunga? Qaysi portligini? Portni yozib ketdik. Qani o'qib ko'ramiz. ATC password. Wow, zo'r. Tizim ichidagi mana fayllarni o'qishga muvaffaq bo'ldik. Zo'r. Yaxshi, qaylab bu yerda sysadmin bor ekan, developer bor ekan, Jenkins bor ekan, GTA user bor ekan va QB userlari bor ekan. Qayerdan bilyapman userlar bor ekan? Chunki Kalida 1000 dan boshlangan userlar tizimda o'sha foydalanadigan oddiy userlar hisoblanadi. Okey, yaxshi. Qaranglar, mana shu yerda demak Grafanada biz fayllarni o'qiy olyapmiz. Ya'ni mana shu yerda masalan ATC qilamanda hostni o'qib ko'radigan bo'lsa, ichidagi host fayllari, ichki tarmoqlarni ko'rsatyapti. Yana qaysi fayllarni o'qisak bo'ladi? Hop, Grafana fayllari adashmasam ATC ni ichida Grafana degan fayl bor. Mana shuni ichida qanaqa formatda bo'lishi mumkin? Grafana .ini. Mana. Demak, Grafana.ini Grafanani o'sha naqa konfiguratsiya fayllari hisoblanadi va bu yerda qaranglar, e'tibor beradigan bo'lsak, 6379 da Grafana Redis ishlayapti deyapti va Redisni parolni bizga berib ketyapti. Bu zo'r. Demak, biz Grafanadagi path directory traversal zaifligi orqali tizimni fayllarni o'qidik va Grafanani konfiguratsiya fayli orqali biz Redisga tegishli bo'lgan parolni topdik. Yaxshi, buni o'zimga not qilib saqlab olishim kerak. Bu yerdan mousepadni ochib olaman. Mousepadga birinchi loginni, ya'ni Redisga tegishli bo'lgan loginni kiritamiz. Xo'p, yaxshi. Endi xo'p, bundan chiqib ketsak bo'ladi. Qani Redisga ulanishga harakat qilib ko'ramiz. Redisda nimalar bor ichida? Exit qilsam chiqib ketadi. Yo'q, chiqmas ekan. Ctrl C. Okey. Endi biz Redisga ulanishimiz kerak. Redis ulanish uchun bizda Redis chiziqcha CLI komandasi kerak bo'ladi va -help qilib qanaqa qilib ulanish kerakligini aniq qilib olishimiz kerak. Xo'p. Bir dunyo ma'lumotlar bor ekan bu yerda. -h bilan host kiritar ekanmiz, -p bilan port kiritar ekanmiz. User kiritar ekanmiz. Hozir bizda user yo'q. Passwordlarni menimcha o'zi so'rasa kerak. Yoki user qaysi user bo'lishi mumkin endi? Qani kiritib ko'raveraylik, CLI hop -h bilan host kiritaman.
Hostga shunchaki menimcha qb.nyh qilamiz. qb.nyh 2 nuqta emas, minus p bilan o'sha 6379-portga hujum amalga oshar. Xo'p, bizdan parol so'rayapti. With args beginning with. Keling, mana shu yerdan bitta so'rab olamiz hozir. Redis CLI commands minus a bilan parol ham kiritib ketishimiz kerak ekan birato'la. Hop, okey. Zo'r. Help qilamiz. Wow. Biz Redisga ulandik. Xo'p, o'zi Redis nima? Redis ma'lumotlar bazasi asosan operativ xotiralar bilan ishlaydi. Masalan, bittadan so'raydi, Redis nima deydigan bo'lsak, Redis Remote Directory Dictionary Service bu ochiq kodli xotira RAM da ishlovchi deyapti. Ma'lumotlar strukturasi ombori bo'lib, asosan tezkor kesh xotira ma'lumotlar bazasi va xabar broker, message broker sifatida qo'llaniladi. U juda ham tezligi bilan ajralib turadi deyapti. Asosan kalit qiymat bo'yicha ishlaydi. Masalan, keshlar, bitta mana sessionlarni boshqarishimiz mumkin ekan, xabar almashinuvi bo'lishi mumkin ekan. Masalan, shunaqa holatlarda bazada qanaqadir kerak ma'lumotlarni juda ham tezkor almashish kerak bo'lgan holatda Redisda saqlanadi. Ba'zan login parollar ham saqlanishi mumkin bu yerda. Chunki operativkada ishlagan paytda bu ma'lumotni juda ham tez almashadi. Shuning uchun ko'p holatlarda backend tomonda kerak ma'lumotlar Redisda saqlanadi. Xo'p, ulandik. Endi Redisni komandalari. Xo'p, Redisning ma'lumotlar bazasining ichidan olishimiz kerak ma'lumotlarni. Shu yerda ma'lumotlar bazasi haqida biz umumiy nimalar bor ichida, qanaqa bazalari bor ko'rishimiz kerak. Hop, qanaqa edi ma'lumotlar bazasini ko'rish Redisda? Adashmasam, case yulduzcha edi. Mana case yulduzcha qiladigan bo'lsak, deploy credential chiqyapti, debug mode chiqyapti. Hop, yana-chi? App version, git admin chiqyapti. Hop, qaranglar, mana shu yerda deploy credential qanaqa tizimga deploy qilingan, ya'ni joylangan credentiallarni, ya'ni credential, login, parollar. Xo'p, mana shuni olib chiqishimiz kerak. Xo'p, buni olib chiqish uchun biz nima qilamiz? Xo'p, Redisni komandalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Kelar bu yerda ham adashmasam, mana buni hozircha kopiya qilib olaylik-da. FTP SME ga o'xshab turib, server ichidan ma'lumot olish uchun getdan foydalaniladi. Get qilib turib deploy credential qiladigan bo'lsak, wow, mana git user, git admin, mana git user git admin ekan, git pasi git admin ekan. Hop, olamiz buni. Bu nimaniki? Hozir buni tekshiramiz. Login va bu yerda oxirida mana bu undoq bor. Parol. Xo'p, bu katta ehtimol mana bu yerda bizda HTTP da QB ishlayapti 3000-portda. Mana shu yerda sign in qilganimizda mana shu gitga mana shu yerdagi login paroli. Bu git admin
va parol kiritamiz. Vau, zo'r. Biz mana Gitaga muvaffaqiyatli tizimdan ro'yxatdan o'tdik. Xo'p, endi hali menimcha biz asosiy ishni bajarib bo'lganmiz, chunki tizimga ulanmadik hali. Endi tizimga ulanishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, tizimga qanaqa qilib ulanamiz? Biz zararli kodlarni yuklash bo'limini topishimiz kerak bu yerdan. Profilga kiramiz. Nexus platform bor ekan bu yerda ham. Stroga kiraylikchi. Update avatar qilsa bo'lar ekan. Gita'ning nechinchi versiyasi ekan? 1.18.0 versiyasi ekan. Hop. Qanaqa zaiflik bo'lishi mumkin bu yerda? Add webhook yoki githook. Bular nima ekan? Hop. Betdan qarayman, shu yerdan so'raylik-da hozir. Gita'ya 1.18.0dagi zaiflik 2022-yilda deyapti. Type authentication, git security vulnerabilities. So'raylik-da. Masalan, qanday qilib tizim zaifligi orqali fayl yuklab reverse shell olish mumkin. Biz asosiyini aytyapmiz. Gita'ya 1.18.0 versiyasi orqali masofadan kod bajarish deb ataladi deyapti. Versiyasidagi tizim zaifliklari orqali reverse shell olish konsepsiyasi enable githook true qilib yoqilgan bo'lishi kerak. Hisob administrator bo'lishi va app ini konfiguratsiyasida enable bo'lishi kerak. Githook. Va biz o'sha yerga mana bu komandani joylab ulanmasak bo'lar ekan. Qani ishlatib ko'ramiz buni. Xo'p. Betga IP kiritishim kerak. Hujumchi IP'si. Ya'ni hujumchi men o'zimman. O'shuning uchun o'zimni IP'imni kiritaman bu yerga. Chunki menga ulanish kerak edi masofadan. Netcat qilamiz -nlvp to'g'ri qilib yoqib qo'yaman buni va mana bu joyda IP manzilimni kiritaman. Xo'p. Buni update hook qildik. Lekin bu hozir katta ehtimol ulanmaydi. Bu qayerdandir o'zgartirilishi kerak. Mana shularga ham joylab ko'raylik-da. Nima o'zgarish bo'lar ekan ko'ramiz. Hammasiga joylab qo'yaylik. Qaysi birortasi ishlasa yaxshi. Bilmaymiz-da qaysi bittasida ishlamasligi ham mumkin. Bu yerda mana bash kod bor ekan o'zi. Githookga kod yozilgan ekan bu yerda.
github mana shu yerda true falseligini ko'rishimiz mumkinmikin? Update hook. Yana bunday narsani o'chirmaylikda. Bu yerga joylaymiz qaytadan. Hop, buni ham update qilib qo'yaman. Xo'p, demak biz ikkita yangi ma'lumot joyladik. Endi xo'p, keling mana shu yerda masalan repozitoriga o'taylik-da. Repozitoriyimiz masalan mana shu yerda biror narsani ichini o'zgartirib ko'ramiz. Fayl ichiga qanaqadir o'zgartirish kiritaman. Bu yerdan o'zgartirish mumkinmikan buni? Hop, view file. Yo'q. O'zgartirib bo'lmas ekan. Readme-nichi? Yo'q, Readme-ni ham o'zgartirib bo'lmas ekan. Xo'p, demak bu yerdan qanday ulanamiz unda? Xo'p, biz fayl joyladik, lekin narigi kodimiz ishga tushishi uchun biz nimadir o'zgartirishimiz kerak bu yerdan. Hozir topamiz buni. Xo'p, yana siningchilikka o'tamizda. Githubga shell joyladim. Endi shell ishga tushishi uchun masalan nima qilish kerak? Hop, github ichiga skript joylangandan so'ng server avtomatik ravishda bajarish uchun hooksga mos keladigan git harakatini, ya'ni action amalga oshirishi kerak. Github bu ma'lum bir voqea sodir bo'lganda ishga tushadigan triggerlardir deyapti. Istalgan kompyuterda ushbu git repozitoriyni klon qiling. Nimadir update bo'lishi kerak ekan. Git repozitoriyni klon qiling deyapti. Hop, qani ko'ramiz hozir bu yerda git adminga o'taman. Private. Hop. Package'lar. Nimadirni git commit qilishimiz kerakmikan? Hop, bizga ruxsat bermayapti. Yangi repozitoriya qila olmaymiz. Bitta o'zgartirsa bo'lar ekan mana. Nexus platformaga kirib turib, go to file qilaman. Can you file? Bitta masalan, salom. Commit change, men o'zgarishlarni saqladi. Nomini nimadir deymiz. Wow. Mana biz nihoyat tizimga ulandik. Demak, github shunaqa narsa ekanki, bitta nastroyka bo'limiga kirib turib, githubga nimadir joylasak, github qachon ishlar ekan, demak tizimda qanaqadir ma'lumotlar, ya'ni repozitoriyalar o'zgarganda, ya'ni birorta commitlar change bo'lgan paytda, demak bu github ishga tushar ekan.
yoki nimadir yangilanishi kerak yoki nimadir qo'shish, o'chirgan holatda avtomatik ravishda ishga tushadigan bo'lim hisoblanar ekan. Mana biz tizimga muvaffaqiyatli ulandik. Xo'p, qanaqa user orqali ulandik ko'ramiz hozir. Who am I? Who am I qiladigan bo'lsam, menga hech nima chiqarib bermadi. Ha, mana GTA userning ichiga ulanibman. ID qiladigan bo'lsak, ID esa 1001. Xo'p, endi kelib bizda userlar borda, masalan, ls qilib turib, home ni ichini ko'radigan bo'lsak, bizda 3 ta user bor ekan. Shularning qaysi biri root huquqi bor? Get end qilamanda group sudo. Xo'p, QB userda root huquqi bor ekan. Biz QB userini parolni bilmaymiz. Xo'p, nima qilamiz endi? Bitta-bitta kirib chiqamiz. cd developer biz pvc qiladigan bo'lsak, cd home ichida hop developerga kirishimiz kerak. ls qiladigan bo'lsak, user text bor ekan bu yerda. Xo'p, user textini o'qiganimiz bilan bizga katta ehtimol foydasi yo'q. Mana bu yerda fayl berib ketyapti. QB yo'q. Kirishga ruxsat yo'q. cd sysadmin. Bunga ham kirishga ruxsat yo'q ekan bizda. Xo'p, bu yerda rootni, asosiy rootni ichidamiz. cd qayerga kiramiz? Varga kirib ko'ramiz. Varning ichida nima bor? Backup bor ekan, crash, log. Logga kirib ko'ramiz. Bizda xatolik tufayli chiqib ketib qoldik. Repository go to file qilib bittan edit qilsak ham bo'ladi nimadirni. O'chirdim. Все. Qaytadan ulandik mana. Nima shu yerda mana no job control in this shell deyapti. Shu yerda bizda Python kod ishga tushiramiz. Python 3 -m yo'q, Python minus emas, minus c bilan import qilib olamiz. pty ni nuqta virgul pty nuqta spawn qavs ochaman, qo'sh tirnoqda bin bash bo'ldi. Hop. Apache bor ekan. Bularning ichida bizga menimcha unchalik kerak emas. Bu yerdan ls-l qiladigan bo'lsak, qaysilarni o'qiy olamiz bizga kerak bo'ladi. Apache'ga kirishga ruxsat yo'q. Grafanaga ruxsat bor ekan. Grafana bizga hozircha kerak ham bo'lmaydi. Hop, MongoDB bor ekan. PHP ni 8-versiyasi ishlar ekan. Mana bu shu bizga foydali bo'lishi mumkin. Xo'p, hozir PHP ni oxirgi versiyasini ko'raylik-da. PHP latest version 8.5. Bizda necha edi? 8.1.
PHP 8.9 da qanaqa zaiflik bor? Multiple vulnerabilities, user agent, remote code execution. Bu yerda bizga rootga ko'tarilishimiz kerak. Masofadan kod bajarar ekan bu. Bizga hozircha bu kerak emas ekan. Hop. Yana nimalar qilsak bo'ladi bu yerda? ls-l qilamiz. Kelar shuni ichida fayllar ichida nimalar borligini ko'raylik-da. Hozir bitta ko'rib chiqamiz. Voy. Yo'q, emas ekan bu. ls-l mana boot, cd-rom, devning ichidagi papkalar, etc ni ichida grafana. Hop. Yoki SUIGS orqali qidiramiz ma'lumotlarni. Home, media, energy, opti. Qayerda optining ichida GitHub bor ekan. Bizga GitHubga ruxsat yo'q, lekin Nexus Service'ga ruxsat bor ekan o'qishga. Qani kirib ko'ramiz. GitHubga o'zi asli kirishga ruxsat ham yo'q bizga. Bor ekan ruxsat. Bitta mana bin custom data log. cd dataga kiramiz. JVT GitHub ket bilan GitHub ni o'qiy olamizmi? Yo'q, buning ichida hech nima yo'q. cd home-chi. JVT tokenlar bor ekan bu yerda. Bash history. Foydalanuvchi xp.sh degan fayl ishlatgan ekan. Mana bu yerda game overlay. Buni aytgandi boshda. Laboratoriya boshlarida Ubuntu privilege escalation qilsa bo'lar ekan bu yerda. Wow. Xo'p, bu yerda mana bu yerda wget bilan yuklab olgan ekan, cd developer qilib kirgan va mana shu zararli kod orqali o'zini rootgacha ko'tara olgan ekan. Xo'p, qani ishlatib ko'ramiz buni o'zimiz ham. Xo'p, buni qayerga yuklaymiz? Biz hozir shu yerda
temp faylga kira olaman, chunki temp faylda bizda ruxsatlari ko'p bo'ladi. Tempni ichiga yuklab olaman buni. Hop, ls qiladigan bo'lsak, bizga qani exploit.shni yuklab berdi. Bash qilaman. exploit.sh. You should be root now. Wow, zo'r. Who am I? Root id 0. Gap yo'q. Ya'ni bu yerda biz shunchaki ls-la qilib turib fayllarni ichidan o'qiganimizda opti chiqdi. Optning ichidan faylga kirdim. Orqali tizimda mana zararli fayllar emas, ya'ni tizimda bizga bash history, ya'ni juda ko'p holatlarda o'sha home ichida qaysidir userda bash history bo'ladi. Ya'ni u bash historyning ichida asosan haligi siz tizimga kirib chiqqaningizda, history komandasidan chiqadigan kodlar saqlanib turadi hammasi. Ya'ni o'sha orqali mana bu komandalarni ishlatgan va rootgacha ko'tarilgan. Demak, bu yerda mana 2023-yildagi game overlay zaifligi orqali Ubuntu privilege escalation'ni amalga oshirdik. Game overlay zaifligi bilan. Yaxshi, zo'r. Laboratoriya menga yoqdi. Qiyinlik darajasi yaxshi, o'rtacha. Oson emas, unaqa juda ham murakkab emas, yaxshi. Harakat qilsa bo'ladi. Sizlar ham ishlab ko'ringlar. Laboratoriya menga juda ham yoqdi. Hop, qayerdan yuklashda, qanaqa qilib o'rnatishda ko'rib oldik. Hop, qanaqadir laboratoriya tushunmagan joylarda savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldirsanglar, har bittasiga javob beraman. Salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.